tarihte alaydı ornu turgan istimal meşgulatımız. Bunun tarihi naydı kadimi. Turpan astanından 25 santimetre diametrik nanның çıkkının özge 1000 yıl olgandan. Şu vakitnin öz şundaq nenimiz var. Ben bu nanға kızıqqanlığım sebep men emesime 10 yıl un zavatqı çangjan oldum. 12 yılda Guamen Fanbemen çıkırdağın çangjan oldum. Guamen Fanbemen bilirler xemir etip çıkırdağın nesde. Şunun için ben un toğurluq, xemir toğurluq, qandaq qançaqda unni xemir qaylandı. Qandaq qanda xemirini sozgul oludu. Muş nesle üstüden menin bir asaslık alaydıgım nemi kısam şunun tiyige çonqurlap kiriş istegim var. Bilgim keledi. Şu zat çangjan buluş deryanında şu vaqt izdengen men. An Uygurlarningmiz nançılığının özüne. Hazır bir yenilik buvatıdı. Lekin bu aza egiliginki tiz teraqqiyat nesli bilemez. Fakat işte xeylik teraqqiyat aldı da. Mesela hazır bizde yakından beri körülüp atkan bir ahval. Ben özüm nan kızık kaçkan nan qarayman. Nan satqıcı bilen nan yakıcıda ayrılış buvatıdı. Bu bir çoğun iş bu. Karmak addi. Bu çoğun iş. Hazır şehirde köpöyden çakıtıp hemen çıkıp bardı. Әттіріп бөгілік біздің нан яқыдыған үйіміз mi қалмасты қиынық. Еш вақт лупаңның отырса әкіріп нан қойып аламаймыз. Şunda ekan, muşkıl ahvalda, muşu zamanның taraqqiyatlığı maskege alda, nançılıqның oturgu çıkırışına özü bizgin ait çoğun iş. Ben bilmem, Şinjan'da 10 bin navay var. Bu bir çoğun kesip. Lekin hiç kaysı navay hazırgıca bir nanның süpet ölçümünü, önersent ölçümü, teknik ölçümünü izlenmedi. Tarihten atı anılırımız. Yani bizden işçen anılırımız. Bir nesini bilip gelgen. Hazır mı kılıdı? O nime? Nanda zugul tutup kata yiyip oğandan keyin dakidek rakne suğuçlap üstüge yapıdı. Ana bunu neme için yapılsak anımız cevap veremeydi. Hazırki Navay ustamda neme için yapırsanız bu mu cevap vermedi ki şunu kılıdı? Sebebi nime? Ben Guamen çıkış jarayonida bir nesini bilgenmen. Her kandak unның terkibide 12% etrafı aksı oldu qağını kırakmal. Onu su koşulup tuz koşulgandan keyin o xemir oldu. Xemir turuş koşgandan keyin bu içiydi. Her qanda xemir un xemir qaylangan çağda onun terkibide aksıl toru şekillendi. Aksıl torunun halıtı xuddi bizning terimizga o'xshaydi. Bizning terimizni ko'zil ko'ramagan bilan ter to'shkichisi bo'lgandek, shu xemirdim ter to'shkichisi bo'ladi. Uni da xemir jug'agandan keyingi ter issiqlik uchirgancha parlanib chiqqan vaqtda andan keyin bu xemir zugul yerilmaydigan holatda turdi. Aşı nima deb yeriladi? El dakini yapmagan vaqtda sirtdagi qurg'oq havoning uchirishi bilan to'pisidagi xemirning usti terida qetib olgandan keyin ichidagi par sirtqa chiqadigan to'shigi bo'lmagandan keyin xemirni yerib yetadi. Lekin bizning onlarimiz burilishini bilgan. Bilib aşkı nimani qilgan. Lekin hozirgachilik uni men bugun so'zlab beryapman, balki nurg'un odam bilmaydi. Navaylarimiz nayoq suchu. Baradi, tuzni qanday tetiydi hammamiz bilamiz, qo'lni chilaydi, og'ziga sho'raydi bo'ldi. Bo'lmasa yana shu bo'lmaydi degan tuzniki o'lchaydigan asbob 16 qo'y, yakbas satadi uni. Suvi tuzni qo'sh, suvning quyuqlik ochgandan keyin tadrijiy holda u siqib chiqarish kuch ochadi. Shuningga asosan u narsani qo'yib qo'ysa siqib chiqardi. 6 darajada siqilgan vaqtda onun terkibideki tuz 3% kirdi. Nanның təmik intayı muvaffaq oldu. Lekin bizdeki navaylar bir de tuzlu qıp koydu, bir de tuzsuz, bir de petli, bir de qattiq, bir de yumşaq. Neme üçün? Aş ölçem turguzulmay vatıdı. Hazırgıçılık hem turguzulmagan. 93 yılı men Çangjan'da elip etkenden keyin şunu turguzayda bir navayxana içi bir yıl işlep baktım. Angıçılık Sovetniki iş çıkıp gelip kızçıya mesele olup çetelge çıkıp kaldım. Şop ettim, kap kaldı, bırak hazırgıçı könglimde kalmadı. Keyin Moskvaga verip kitap yarmankisiga barsam, Dünya nan medeniyeti to'g'risida degan Ruscha kitap bor ekan akelganman. Onun qarab baktım. Dünyada o vaqtda izlanish intay mukammal ekan. Hatto tarixidan tortib, 15 ming yil ilgari qadimgi Misrdagi yavu bug'doyni o'zlashtirgandan tortib, qadimgi Rim, qadimgi Grek, Mishadagi tonolarning rasmlarini tortib, hammasi mukammal qildi. Lekin qadimdan mush nanda paydalanib kelayotgan O'rta Osiyoning markazida joylashgan bizdek eng turkiy xalqlarningki, eng madaniyatli Uyg'urlarda mushu madaniyat hozirgi saqlanıqliq, biroq bu nazirlashtirmayotdi. Endi biz buni qilaylik desak, hech qancha qiyin ish emas. Şoň men mishad o'tgan yoshlarimizning qaysi birisi agar mushning intisi men butun kuchim bilan yordam berim deb ayta olaman. Chunki men nan ustida izlangan. Endi bu bir misol. Endi yuqorqi savol, mushu misol bilan munosabatli bo'lgani
Bizdeki hazır nurgun an'anaviy mahsulotlarimiz var. Qaysi birisining mush narsa turg'izildi. Uni faqatli xalta qachlab bojon qilib turg'izib olsak, bu mahsulot bo'lib turavermaydi. Uni haqmi qila oladi. Atrib o'g'iliki bizni olib ketdi. Shuni bizni olib ketmaslik uchun bizda uchur maxfiyatligi, uchur texnikani egalgan nazariyalashtirgani, uni qonunlashtirgan asos bo'lish kerak. Ya'ni biz shuningki sansiperlarni bekitib, o'lcham idorasi var ro'yxatga oldirsak, bu bizning huquqimiz, patent huquqi. Ikkinchi bir odam uni qivildigan huquqi yo'q. Hatto ba'zan cheklab shallash ham mumkin. Shuning uchun bizningki an'anaviy mahsulotni zamonaviy tovarga aylantirishda mushtaq fursatlar intayin bor bizda. Endi mushunga biz yetishmayotgan narsa meningcha shu jihatdagi savod, shu tavakkulchilik, shu ashning qarta qiziqishi. Biz har qanday ishni qilsak, vujudimizdan kirdikanmiz, cho'qim uningki nazariyasini, asosini tepib chiqishimiz, egalashimiz kerak. Shu millatimizninki hozirgi sanoatlashda uchrayotgan masala ko'proq biri texnikani yuqorida men deb o'tgandek do'rab yasash. O do'rab yasash ma'lum darajaga borgancha baribir texnikki. Biz o'zimizningkini qizishimiz kerak. O'zimizningkini nazariyalashtirishimiz kerak. O'zimizningki huquqini o'zimizning qo'lda qonunlashtirib elishimiz kerak. Şu hazır Uyg'ur sanoatlashning meningcha dastlabki bosqichi bu texi o'ttir bosqichga, yuqori bosqichga kirishdan tek eg'izash qilib bo'lmaydi deb qarayman. Assalamu alaykum Mustafa adam. Biz Uyg'urlarda xalqaro seviyelik pul muomala xodimlari biz izdan topsak biz yo'q derlikka. Pul muomala sohasiniki sanoatda g'allat bo'lsin, toza oq terki bo'ldi deb dars kitoblarida so'zlaydigan. Sizning pul muomala sohasiga sining bizning Uyg'ur sanoatiga bo'lgan ta'sirini o'zingizning his qilganini biz so'zlab baqsangiz. Bir sanoatlanish davrida pul muomalaninki sanoatni ilgari surishda rol albatta intayin obyektiv ham kam bo'lsa bo'lmaydigan rol. Endi davlatimizning hozirgi siyosiy tuzilmasini aytgan chaqda, ham iqtisod tuzilmasini aytgan chaqda hozirgacha pul muomala sohasini xususlarga qo'yib bergan yo'q. Endi yaqinda Pinjabozonli Vinjuda ish chiqqandan keyin Vinjuga berib shaxsiylarninki pul muomala sohasiga kirishilgan bozorni sinaq tariqasida yo'l qo'yishga iltijoga tasdiq solindi. Hamda Vinjuda sinaq qilinayotdi bu nuqta. Endi hozirgi mushta ahvolda davlat monopol xarakterdagi ahvol Jungoda bir qancha cho'ng, ya'ni davlatninki bahosiga ta'sir ko'rsatadigan masalalarda, ba'zi taraqqiyotniki ta'sir ko'rsatadigan masalalarda davlatning monopolni qo'yib bermadi. Bu vaqtimi dunyoninki bozorlashgan davlatlarga Jungoninki tasdiqlashdimi, mush bir qancha masalalarni chek qo'yib, hozirgacha Jungoninki bozor egiligini amalga oshirgan davlat degan tasdiqni bizga dunyoninki e'tirof qilgan yo'q. Mühim sebeplerden biri şu monopol meselesi, yani devlet monopolu. Hazır devlet monopolu, gerçi devlet iktisadınınki umumunda etkanca 35% etrafını egalledi diyen bilen yaratılgan iktisadi ünüm cihetlikisi orunu 85%'nin üstüge çıkıp gitti. Yani otur küçük tipki karxanalarınki yakın kılmış iktisadi krizis yüz bergen vakitte nurgunucu kılıp gitti. 10 tümeninin üstüge çıkıdak derececi kılıp gitti. Muşundaki mühim sebeplerden biri yukarıdaki bu inim sorgan pul muamelege verip çetişlik. Çünkü bu karxanalar krizis yüz bergenden keyin pul muamelede özüge koşulduğun kanıga yeterlik erişemedi. Asaslığı devlet tarafından saklap kalmakçı bu bütün güçlüklerini çoğun devlet iyilik karxanalarga pul muamelede nime kılındı. Hem de bizninki hem imkaniyetimizden hazırki hem objektif şarayetini oylagan vakitte hem de devlet siyaset cihette milli karxançılıkını qollash hakkında bazı siyaset tüzümlerini çıkardı. Mening müşahede tekşürüşümce bu siyasetten faydalanış yeterli emas birsiga. Milli karxançılarninki birsiga yeterli emas, yani birsiga qaydash var. Baribir bizga basak bermaydi ekan, bizga tas haq o'ngay ekan degandek ahvol bor. Balkim bu ahvolni rad qilib bo'lmasligi mumkin. Shundaqdir. Lekin shuningki siyaset va qonunga tushadigan yo'l bo'lgan chaqda bu imkoniyat maxsus milliy karxanchilar uchun berilgan siyosatdan milliy karxanchilarning asli foydalanishga haqqi bor. Buni birsi cheklayman deb cheklab qololmaydi. Endi jamiyatdagi ba'zi ahvollar hamda kishini o'yga soladi, lekin u masala bir ishga odamning qo'lidan kelmaydi. Endiki ikkinchi bir masalaga vaqtda hozirgi karxanchilikda Uyg'urlarnikida hamda cho'ng tipdagi yirik narsalarni qurish texi hozircha baldur. Ko'proq hozircha eshib kelsa bizda ko'proq mablag' selinayotgani sanoatlash emas, birisi mehmonxonachilik. Hozir Uyg'urlarda Urumchida xil mehmonxona Uyg'urlarningki egiligidagi
orunga aylandı. Bu adamni suyundurgudek bir hoş iş. Her bir mehmanxonaning o'zi necha 10 milyon hatta 100 milyonga to'xtashi mumkin. Endi mushtaq yirik mehmonxonachilikning yo'lga kelinishi bu mulozimat kasbiga ilgirlash. Yana birisiga qushshoq yemek içmek saat. Bunun da ilgirlash keli bo'ldi. Lekin biz buni yanına törüklük bo'la olay deb qaramaymiz. Endi kuchlik yirik bo'lish uchun albatta kapitalning jug'lanmasi bo'lish kerak. Onun uchun nima desa, bizningki cho'ng baylarimiz, tijoratchilarimizda ma'lum ong yetilsa, o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ya olsa, onu qonuniy tur bilan amalga oshira olsa, menimcha pul masalasiki ba'zi masalani hal qilish mumkin. Bizda savdogarlik qilayotganlarning qo'lida pul jug'lanmasi abrot kuchli kerak. Sanoatlashganning qo'lida yetishmaslik ahvoli bor. Endi bir narsa aniq, uni hammamiz-ku bilamiz. Nima desa, savdoda bugun qo'shsang atsi foydasi chiqadi. Albatta u xotirjam pul. Lekin jiroqni ko'rarlik bilan akku musobaliklarning ro'yobini turgan chog'da bu xil pulniki oxirgi oqibatini ancha yaxshi bo'ladi deb qaramayman. Men 91-yili Almatada ishlayotgan vaqtimda Quddus Xo'jamyarov deb bir kompozitor adam bo'lgan, ashaq Uyg'urlarning angdanli. Bu adamning bir so'zi, o rahmatlik o'lib ketdi. Endi shu vaqtda bir ömür chiqqan puli bankda ekan. Bir kundalar o rubli tangiga aylangan vaqtda manga degancha bir ömür chiqqan heliq puli mashinaning bir balonni sotib olgan yetmay qoldi meni deb bergan. Bu pul degan ba'zida qog'oz altida bo'lsa, ajindaq narsa. Shuning uchun uni biz ijtimoiylashtirish, yo'qinda Yalqin Rozning maqolasida deb o'tilgan alohida muhim nuqta deganimda ijtimoiy boylik aylantirib o'tgan vaqtimizda u unda oqibatni keltirib chiqarmaydi. Shu pulni bilimga, bilimni pulga, ko'chmas mulk bilan abrotni nisbatni tangishgan holatda apmansak, yuqorqi masalalarni hamda o'zimizning ichida imkoniyatni yetishga hal qilishga tirishishimiz kerak. Shuning bilan birga davlatning siyosatidan to'liq foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Assalomu alaykum Mijitga. Men Şinjan Qonunchilik gazetasining muxbiri Asqarjon. Akuku Musabe bilan o'zining shirkatiga xodim tarbiyalashni zavod qurishdan 1 yil burun ham tarbiyala boshlab ketgandan bizning hozirgi Uyg'ur korxonachilarimiz odatda tarbiyalash asosan yetarli emas. Endi sizniki mush tarafida o'ylagan qanday bir qarashlaringiz bor, shuni bir anglab baqsam deb. Rahmat. Rahmat ukum. Endi hozir bizningki davlatimizning tuzilmasida qancha tarbiyalash asosan hozir davlatning ma'rif orqali qilib berilyotidi. Lekin mening o'zimning qarashimcha davlat ma'rifimizda hozir tarbiyalanayotgan Uyg'ur bolalar bo'lsin va boshqa millat bolalaridan bo'lsin, ma'rifningki o'zida kasal bor deb qarayman men. Chunki ma'rifning o'zidagi kasalning bo'lishining isboti nima desa, shu ma'rifda chiqqan bola chiqish bilan tang o kerak kelmaydi. Meniki Germaniyaningki ma'rifidan qaragan vaqtimda, ularningki ma'rif boshlang'ishdan to'liqsizlik chiqqan bilan tangla bolalarni ayirib etadi ekan. Biri o'qiyotgan vaqtdagi natijasi va peshqik sopasi hammasiga qarab, ash maktabga hamkorlashib ishlaydigan professorlar tarafidan bular bundan keyin ya ma at chiqadi ya ma eshak chiqadi deb arayotganda, shu olim chiqadi deganlarini ash maktabdan o'tir maktabdan vaqtda uni aspirant chiqish o'qiydigan sinfga o'tkazdi ekan. Odatda undan nemiz yo'q balını şu kesipleştirişke. Ya yağaççılık, endi uyat yağaççılık dedik bizning yağaççılık o'xshamaydi hamda. Ya tömürçilik, ya maşin remotçılık her qaysi türünün sınıfı o'yincha kasb ma'rifni asos qilgan. Germaniyada oliy ma'lumotni bitagalar 18% karan. 82% kasbiy ma'rifni bitirdi ekan. Bu kasbiy ma'rifni bitirish jarayonida bu. Ash 18 yosh kirgichilik bu maktabni ham o'qiganning sirtida aş keyin chiqib ishlaydigan zavodga praktikani ham yapmagan ekan. Bu maktab bitirib chiqqandan keyinlar haliqi zavodga ishga tushib ketdi ekan. Tushgan vaqtda ham maktabda o'qidi, ham maktabda kasbiy mashg'ulot topadi. Xuddi meyada bizning unavan shogirdni tarbiyalagandek. U o'qib chiqqandan keyin shu yerdagi kasbga moslashib ketgan. Ondan keyin aş 18 kirgandan keyin davlatningki ijtimoiy tarafdan bu balaga bir yurish uy berdi ekan. Şunun atanısından ayrılıp çıksa xizmatda maaş olgandan keyin chiqa oladi ekan. Bizning meyada ko'pincha deydi, haqning bas 18 yosh chiqdi ekan. Ha bizdan chiqadi. Bizdan chiqirsa talaq chiqib qoldi, nega chiqadi u? Bu yetgan inim bo'lmasa, talaq tonglab o'lmamdi u. Bu haqningki ashqil ijtimoiy tuzumda chiqqan vaqtida ashtaq bo'lgandan keyin endi bir jamiyatda bizniki hozir ota-onalarniki mush ma'rif masalasida bir xato o'y bor.
Okuya alaydigan, okuyamaydigan balani bütün küçü bilen zo'lab oliy maktabga kirgizman, chet elga o'qitman deydi. U o'qimaydigan balani Amerikaga apasang, o'xshash deydi. U aslida da chiqmaydi u. Bizning Mamtay Tavfiq bir sinf balani tarbiyalasa, eng ayg'ida birisi o'tamas ekan. Onu qayt tarbiyasidan o'tamagandan keyin ayg'ir deb ekan. Altından kulak keysam eşek aman eşek deb man deb aytdi. O cho'ng bir bayning bolasi ekanda. Shuningga o'xshash bizning ma'rifimizdagi bu masaladagi ish o bir ish odamning qo'ldan keladigan ish emas. Bizning ma'rifimizning o'zida bu tuzilmadagi kasallik bor. Bu haqda ma'rifshunoslarmi nurg'un fikrlarni qilib izlanyotdi. Menimcha bu asta-asta tadrij o'zgarish kerak. Bizning millatimizni metqa vaqtdimi? Haqiqatan shu ma'rifat bütün kuchini selish kerak asosiy ma'rif qismida. Qolgan kasbiy jihatdan menimcha oliy maktab cho'qim zo'lab tiqish emas, kasbni ko'proq o'rgatgan chaqda. Shu kasbiy bolalar chiqqancha ishga yaraydigan bo'lgan vaqtda, andan keyin bizniki keyingi sanoatlashish. Buningdimi maslash kelib chiqadi deb qarayman. Bo'lmagan vaqtda hozirgi bu ma'rif tuzilmasidan, bu bizniki hozirgi bu o'qib chiqayotgan bolalar, men zavod ishlagan vaqtimda oliy maktab bitagalar ap baqqan, 5-10 lab ap baqqan. Ap chiqsam shular kamida 3 yil, 4 yil, 5 yil hatta 6 yilgacha kerak kelmaydi. Ani yangi egilik tikkan milliy korxonchimiz albatta buni xohlamaydi. Shu buningki sabab milliy korxonchidami, bu o'quvchidami? Menimcha sabab ma'rif tuzilmasida. Bu tuzilma hal bo'lmagan vaqtda hech kimga qaydimaydi. Endi men qilgan bilan o'qimagan qargan o'qigan bo'lganligi uchun uningki faqat o'qishdagi maqsad xizmat tepish bo'lmasligi kerak. O'qishda maqsad uning ma'rif, madaniyat safhasini o'stirish. O o'qimagan qargani bu üstün. O men oliy maktab bitdim deb o'ziga tamanno qo'ymay, asas qatlamda natijani o'tkazib, o'zining oliy maktabda o'qigan asosiy bilimini jamiyatga chiqqandan keyingi amaliy bilim bilan moslashtirib olish kerak. Bu vaqtdagi tashviqot, targ'ibotni ham yapmanish kerak. Shu hozir biz davlatimizdagi bu tuzilmasidagi bu kasalni hal qilish mening yoki yana birimizning qo'ldan kelmagandan keyin amaliy sharoitimizga qarata o'zimizniki muvofiq yo'lini tanlasak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Assalamu alaykum Mecid efendi. Sizning mushu ko'rgan bilganlaringiz, ya'ni ijtimoiy mavjudiyatingiz sizniki hozirgidek mushunda bir psixik safoda mushunchalik kelib, atrofli bilimga ega bo'lishingizda qanday rol o'ynaydi? Sizniki mushu hayotdagi turmush odatingizdagi aloy taraflarni balkim ultag'anlarning pek bilgisi bor deb qarayman. Men bu tarafga bak qiziqib qoldim. Azroq agar bak shaxsiy sir bo'lib qolmaydigan shu bo'lsa so'zlab berishingizni umid qilaman. Bu singlimning savoliga ma'zurroq so'zlab beray. Yuqori deyilgandek, men Urumchi tug'ilib cho'ng bo'lgan, Sanishxon tug'ilib cho'ng bo'lganman. Men sistemlik ma'rif tarbiyasiga erishishga to'liq erishaolmagan desam bo'ldi o'zimni. Sababi nima degan chaqda men 65-yil boshlang'ich maktabni bitirdim, 66-yili Qaboatlik madaniyat inqilobi degan partiyada men maktabdan ayrilib qoldim. Maktabdan ayrilib qolgandan keyin nima ish qilishim kerak? Mening kallamga eng ta'sir qilgan narsa mening oilamni ayni vaqtda intayin baxtlik, xotirjam, iqtisodimiz shunday yaxshi oila edi. Bir kundala biz vayron bo'lib ketdik. Chunki dadamga 4 qalpoqni kiygizib, Urumchi shahrini aylantirib, kundi sazoyi qildi. Shu sababda mening kallamga kelgan birinchi eg'irchilik nima bo'ldi desa, nima uchun degan savolni shu vaqt o'zimga qo'ygan. Shu vaqtda bir yakuni to'g'ri chiqirib ekanman, garchi bola bo'lsam. Dadam shu vaqtda pul toplamay, bilim to'plagan bo'lsa, hech kim tatib olmas ekan. Dadam pul toplaganligi uchun bir kunda men tatib olib bizni yalang to'sh qilib o'tdi. Keyin bütün uyni mashinaga besib tarimga qirib tashlab o'tdi. Bir qancha yil shu yerda so'riqchilikdan eng oyog'ida shu yerdan natijadan keyin qechib kelgan chaqda bizda ya bir eg'iz uy, ya bir yotqansiz yenib kelganmiz. Endi dal shu uyni olib ketishdan 2 yil ilgari meni Zayjoy deb Cho'chak noyisining to'lig'i bo'lgan. Cho'chak viloyatining to'l noyisiga. Bo'lgandan keyin dadamning qalpiq sabab men intayin nachariyaga bo'ldi. Bağa yerimde bir gün ishlab, ertesi yerdan qochdim menmi. Qechib yana bir saboqdishimla turgan obdaroq yerga berib oldim. Chiqqaydan keyin u yerdinmi arvi qachlab olib berib, hozir Chag'an To'qay noyisi, to'l noyisining orasidagi bir tog'ning ichiga olib tashladi. El tog'ning ichida ishlayotgan vaqtimda
Dal men 6 ayının 15 bir tükenmen tug'ilgan kunim şutdi. Birinci ish tushgan kunim bug'doy o'raydiganga qilib qo'ydi. Bug'doy deganni bichar dehqonlar o'rib chidigan bilan biz shahardagi aqlanchilar bo'lmaydigan ish ekan. Men hamda kichik ko'rib u vaqtda men 17 yoshga hamda to'lgan vaqtim. Qizlarning qatoriga bo'lib qo'ydi-da. Men lekin kichik bo'lsam-mu, nayt bir xil vicdonim bor-da, g'ururim bor-da. Mush qizlarning keynidan qalamdim deb nim qilsam, baribir o qizlarga yetishamadim. Bu qozoq qizlari shunda ishchankan, to'mir qizlar paydaydi ekan uni. Shu payning ichida bir kunda u yerdami julg'im chiqadi. Chididim. Tishimni chidab chididim. Uni ketdi. Bulpaga yan yarim kecha o'raymi atsar, tang'urdan chiqim. İlacım yo'q. Chunki menga bir tiyim pul beradigan hech kim yo'q. Ota-onam bo'lsa, nima ketganini bilmayman o vaqtda. Chunki uyimni men ketib 2 haftadan keyin mashinaga besib ketgan ekan. Ular bilan aloqam uzilib qolgan. Ayda 22 koy verdi, 13 koy tamaq, 9 koyun eşini men anaga sopum bir bilan aplab yana bir oy uluşiman. Shunda ishlab yurgan vaqtda bir ish esimga keldi. Men Urumchida dadamning qalpig'i sabab vaqtda Boxanpay, Zopanpay deb ikkiga ayirdi. Meni Boxanpaymi olmadi, Zopanpaymi olmadi. Chunki men buzg'un surning bolasi. Hemen bu tashlanib qolgandan keyin kapsizroq ketdim. O vaqtda alam ko'rish deb hamma yerda jang bo'lib ketdi. Nad urush bo'lsa shu yerga boratdim. Shundan keyin dadam rahmatlik meni ansirab o'zining bir o'z jutliq odamga, qarim odamga to'mirchilik shogird bergan meni. Bu to'mirchilik menga shundoq izi qatgan kasb. Shu nada tang bolqa ovozini olsam kelib birdan huzurlanib anglab o'tib ketdim hozirgacha. Kerak bo'lib qoladi deb dadam shu qacha lom tümülünü menga sap berib ekan, shuni akib kelmay yezg'im. Men bağan o yezi Nay bazardan 67 kilometr. Hazır 67 kilometr, bir saat kildi. At bilen minip kildik vaqt. Atdigan at bilen çıksam Nay bazarga keş bo'lgan aran kelme taqdim atdım. Aş tömürçiligim aşağıda qarasam bu Nayga jiroq bir tömürçi yo'q-ka, Kunshan duy degan bo'lgan Bungtanning boshqirdi vaqt yerlikni. Şuliq iltijo qilib men tömürçdim desam, sana do'kon qurib berle deb bazardan traktörünü haydab ketib, bir traktor tömürni akib, kunda bir meshe saysan vazif qo'yib qo'ydi. Qozoqlarımda qilqalaydigan yo'g'on meshi bor buning. Kunda bir mesh vazifam. Tang qilmay 2 soat yasayman, jinim aramab qoldi. Birinchisi etizdi meni qutqazgan shu hunar bo'ldi. Shuning bilan 6 oy bu yerdagi chorvachilikqa haliqini yasab bergandan keyin yeziga tushgan ziyoli yoshlarning Mavzuning asrini yaxshi o'rganganligini baholanglar desam, meni birinchi baholab bersa bo'ldi. Shuning bilan Chambug'ga keldim, uning bilan Noyga keldim, uning bilan viloyat, Cho'chak viloyat, hozirgi esim turdi 71-yili. Shu 1-oyning 6-kun Cho'chak viloyati kinoxonada bugungi o'qish texnik chiqib, tunji qitim ish izlarim to'g'riliq nutq so'zlagandim. Shuning bilan u yerda radioda so'zlab, gazetlarga chiqqandan keyin Noylik ashliq idorasining dal zavod qurayotgan menga o'xshash to'mirchiga muhtoj ekan. O radyodan anlab, meni izlab kelib, meni ish qilib, shu Noylik ashliq idorasiga to'mirchi to'kirib qolgan. Shu hunar bilan yezidan shaharga keldim. Keyin ashit zavodga boshliq bo'ldim. Shu to'mirchilikdan boshqa zavodga kelgandan keyin zavod texnikasini sistemalik o'rganib chiqdim. Bopmun zavodni ko'rganlar biladi, nayt murakkab shamol trubasi bo'ldi uning. Bütün şu şamalının iqim miqdori, qanchalik besimlik shamal, qanchalik ochliqni yo'tkaydi, men xanzuch o'qiyamayman. Mening to'mirchilikda Suyunju deb bir xanzuch shogirdim bor. U xanzuch o'qiydi, u tushunmaydi, men anglab tushunaman. Xanzuch kitobni akab, uni o'qitaman, men tushunaman, sistemalik xalqining matematikalik formulasi bilan tushunib, egallab chiqdim. Shu vaqtda Urumchiga bir keldim, kelib Shinjang Dasho'ni izlab, u vaqt hozirgidek kitob yo'q. Men kitob o'qimar odamdim. Shinjang Dasho'ning bir professor G'appar degan rahmat o'lib ketdi. Shu odamni izlab kelsam, Uyg'urcha Gaojung darsligining shu vaqt 2 tom ekan, 2 kitobni bergandim. Aprib yezda haliqi fizika degan shunda o'qiyotgan, men hozirgacha Newton qonun, Arximed qonun, Joule qonun degan sudek bilman. Yezda haliqini o'qinib, ash qonun bo'yicha ashliq idorasiga kelib, haliqi zavodning sistemalik texnikasini o'rganib chiqdim. Chiqib ikkinchi zavodni qurdigan chog'da men talab qo'ydim. Men o'zim loyihalar qurashtirib chiqaman deb. Boshliq qo'rqdi. Lekin u boshliq men amroq edi. Çünkü men dastlab idora kelgan chog'da biroz vaqtdan keyin meni yana buzg'un surni bosgan deb, taqa ko'tirdan chiqarib qo'yganda, shu vaqtda yotig'imni bir
Kazak adam bir Hanzu adam bilen bir yatak kılıp koygan. O Hanzu Gomindan'ın bir emeldarının balısı iken, Kurumuş idarının birinci kol cücan iken. O Kazak olsa Eşet Tuncan bunun bucuğunun balısı iken, o Mekşinin kılaçıp öydük. Bu üçümüz bir yatak deyip kaldık. Endi bu birisi emeldar iken, birisi ziyalı iken. Avu ziyalı kündikeş paranlış üydikiler uçuraştırmaydın. Bir men erken sırtı çıkalayım. O iç sıkılıp kalan adam birkaçlıkta bana felsef öğretken. Şunu olamış diyalektik felsefesini ben o adamdan naytıp tükengen. Birinci ağan ustazım şu adam buldu. Kazak Cevdet. Keyin il oblast Rındanın meşhur canı bulup pensiye çıktı hazır adam. 2 yılda keyin Gonşan'da kıç ketip bel Hanzo birinci kol cücan bu kaldı. Avu adam açıkıp nailik hükümet ki ben güç jurun kıp koydu. Menan 2 yülencigen payda oldu da. Bazda bir yama iş, şunda bir Ahmet ekildi eken. Şununla o Hanzo beni Çangcan kıp koydu. Canın Hong degen Hanzo adamdı. Ben Çangcan bop kalgan eken, aşkini zavutlu ben kılmayacağım, kılalamsa dedi. Kılmaya desem, bop kıl dedi. 700 bin son pul acırtılgan şu vakti cık pul. Nayının ikinci un zavutunu başına yak özem layığıyla kuraştırılıp çıktım. Kuraştırılıp çıkanca ekskursiyaya çıkıp, şamal küçül un ayrış teknikisi şu vakti bir kötü iken. Hem bir kıtımda şamal küçül un ayrış teknikisini kollup zavut kuraştırdım. Kudanın kudurtuyla o zavutun bir kıtımda tuğuluk min kesiyordu. Şu attım raylık kövüydün mütehassıs kep tekşirip ötküzüylep, o şimdiki bir köt deyin al kıldı. Dep beni çoğun mükafatlayıp, şunu olan sırım ban öğrülgendikin Abdum rayında içilgan tuncu kıtımlık pen tekniki kurultuyga Çöçek vilayetine vekili kıp geldim. Onun Abdum raylık partikom akt pen teknik hizmetçi dep, ban engineer dep nam verdi. Şunundan jığın tügendikin nazaretten bir yedik elektron tatbikat merkezine sendeki adam gerek dep, şunu olan ben teknikinin küçüğünü ürümçek aldım. Ama işte işleş, nemi kısam şununla kızıkıp bedel töleş, kulasam elik boğan neme dese bilim egeller. Bilim egeller. Bir gün hayat bolsan bir gün oku deyman. Hazırgı çımı. Kandak yerip gider kündü keştemen, 1 saat kitap okuyman. Seherde bir vakit namazımda okuyasam keyin 1 saat kitap okuyman. Neme üçün? Ben zamanın keyinde kağım yok. Sizlerinin keyinin kağım yok. Sizlerinin aldın adım bana ben deyim özlemle. Assalamu alaykum. İki sualım to'g'ildi. Bunun qolgan birisini tanlab javob berishim bo'ldi. Birinchisi Ash Akum Sabayevlar ruhidek shunday bir ruhni navbatdagi boylarimiz orasida yetildirishning hamda eng unumli yaxshi yo'llari zodi qandadir. İkincisi pulni ijtimoiylashtirish. Mush pulni ijtimoiylashtirishda navbatdagi mayli millatimiz rayonimizningki mush vaziyatidan ilib etgan vaqtida pulni ijtimoiylashtirishning eng zarur yo'llari zodi qaysi sohada bo'lishi kerak? Mushu ikki savol. Rahmat. Uygurlarda pul toğurluk, yamancık makal temsilleri var. Bazılarının nezirde pul kolunun kiri de buydu. Bazıları da pulun bir uççu yürekte, bir uççu bilekte deydi. Okşumaydığı orunda işletildiğin erkil makal temsilleri var. Mühim temsillerimizden birisi pul pişiğaç deydi. Menin karşımca pul bir almaştırıştıkı bir vasıtlık rol oynaydı. Bu Jungo'daki pul olsa, Jungo yinhan takatkan kağız pul. Fakat kımmeti ve almaştırdıgan vasıtlık rol oynaydıgan kımmetli kağız. Endi pulni ijtimoiylashirish deganimiz. Yuqunda enimiz Yalqı Rozumi bunga javob berib o'tgan. Men uni yana tafsilroq javob berib o'tayim. Pulni ijtimoiylashirish degan chaqda u bir savdogarning qo'lida pul turgan vaqtda u bir qog'oz puldan boshqa narsa emas. Endi 1 kilo pul 100 ming koy keladi. 1 kilo pul, 1 kilo qog'oz süpütde onun uyda turishi mumkin. Pul onun o'zining yanchig'ida turgan chaqda iste'mol qimmatiga ega. Onunki. İctimai kıymeti bulmaydı. Nima dese, o halga vaqtda açıqıp bir narsani setib olib, nem qilishi mumkin. O ijtimoiy qiymat bo'lmasdan faqat iste'mol qimmatiga ega. Agar shu pul bir zavod aylansa, bir yangilik yaratishga aylansa, o vaqt uning xarakteri yo'tqiladi. Masalan, hozirgi biz korxonchilarimizga aytgan vaqtda oddiy bir savol. Mening ba'zi korxonchilar kelsa, bicharalar hatta içime ağrıydı. Nima dese şu savatdan nima qilamagan.
Şirket kursa mesela 3 ming koyga Jungjae Gongsu bir şirket kurup turdu hazır. Belki 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon agan pulu qartdan. Ameliyatda o şirkette o pul yok. Eğer kanun cihette katlıqraq meskurib kelsa Hanzuta chu tozijing deydi. Mablag'ni o'g'irlab ishlatib olganda qo'lga sotlaydi uni. Nima uchun desa, amaliyotda u pul yo'q. Endi biz bu şirket qurgan vaqtda ba'zilarimiz o'zimiz 1 milyon pul bor deydi. 1 milyon ro'yxatga keltirib, shirkatni ro'yxatga oldirdik. Agar bu 1 milyon pul sizning yanchiqingizda bo'lgan vaqtda, u sizning shaxsiy iste'mol qiymatiga ega. O şirket mablag'i olgancha jusozijing deydi, ro'yxatga ilingan mablag'. O sizning pulingiz emas. O jamiyatning obro't qatnashgan pul. Şu pulni qonunliq usulda papiya bilan chiqim qilmay, bu o'zimning puli to'g'ri deb xashlab olsangiz, qonun bo'yicha turma kirsiz. Nima u pulning xarakteri allaqachon sizning iste'mol mablag'ingizdan o jamiyatniki obro't mablag'i aylanib ketdi. O shirkatning mablag'i u. Şirketden çıkım qilgan chaqda nima yo'l qilamiz? Baj taloni bilan, chiqim qilingan narsani отчет qilingan talon bilan, buxgalterlik qonuni bilan chiqim qilinadigan pul u. Lekin nurg'on korxonachilarimiz bu savatdan xabari yo'q. O'zimning pul to'stab xashlab yetib olgan, aqib turib o'g'illik boshqandan kelgan chaqdan lekin baj o'g'irlash kelib chiqdi. Yo'shirish kelib chiqdi. Mablag' qilsaga mablag'ni chiqarib olish jinoyat kelib chiqdi. Bu qonun cheklaydi. Qonun nuqtasini aytgan chaqda bu şəxs pulu bilan ictimai pulning farqi müşahada ayrılады. Birisi iste'mol mablag'i, birisi jamiyatga obro't qatnashgan mablag'. Bu ikki mablag'ning xarakteri qonuniyatga o'xshamaydi. Ikkinchi bir tarafdan aytgan chaqda, shaxs mablag' yuqori deganda pul g'aminasini setib olish mumkin, lekin haminasini darab pulga aylantirish mumkin emas. Bu bir cho'ng ban. Shuning uchun puldorlik san'atidan buni aytadi ekan, sen pulni nimaga solasan desa, eng tez pulga aylantirgan narsaga silish kerak deydi. Bu yerdan. Pul hakkındaki savatlar. Endi bu cemiyetteki bu ictimai meblag' aylangan vaqtda o ikki xil bo'lishi mumkin. Biri shirkatga qo'shdiq huquqidek. Agar savdo shirkati bo'lsa, obro't kapitali kirib ketdi. Sanoat shirkati bo'lsa, ko'shma mablag' aylanib ketadi. Ko'shma mablag' bino soldik, mashina sotib oldik, uy qurilish qildik yoki shunga o'xshab hokazo. Bu ijtimoiy mablag' aylangan bu ko'chmas mulk aylangan chaqda-chu o meninki emas, o yani şu şirketninki ko'chmas mablag'i. O jamiyat uchun harakat qiladi, qiymat yaratadi. Avu sodiga o'z millionini chiqib, aytlik 110 million paydo olgan bilan, ma'u 101 millionni 110 million qilish uchun 100 ming paydo elish uchun nurg'on odamni ishlatadi ma'u. Ularga maash berdi. Bir ailedan bir odam ishlasa, bir maaşlık bo'lsa, shu bir oila xotirjam yashaydi. Bunun qo'shgan ijtimoiy mablag'i jamiyatga ijtimoiy qimmat yaratib berishning sirtida, ya'ni bu xil qimmatni ham yaratadi. Bu qimmatni ham ma'lum jihatdan ijtimoiy qimmatga ham kirib ketadi. Shu o'zi uchun emas, jamiyat uchun, millat uchun shu pulini sarf qilgan bo'ladi. Buni ijtimoiylashtirish degan chaqda yuqorqidek masalan hozir biz jurnalda o'qib baynimdek maktab soldi, zavod qurdi, yo'l ko'vrik yasadi. Buning hammasi jamiyat, xalq, millat uchun sarf qilingan chaqda pulning xarakteri ijtimoiy uchun sarf qilingan mablag'ga o'zgardi. Qonun jihatdagi farqi elqandak bo'ladi. Bu ikki kishining farqini